من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب Allah'ın ilminden şey çağlıkları, zerre çağlıkları isteme koşuyorlar. Fakat Allah Xalıqından başqa. Biz Rabbimiz haqqida özünün qandaq yaratılğanlığını unutgan holatda bizga shunday misol keltirib, bu kishib ketgan ustixonni kim tirildirdi deb shunday deydi. Allah deydi. Aytqinki, uni tunji qatim, birinchi qatim yo'qliqdan bar qilgan, yo'qliqdan insho qilgan, maydonga olib kelgan, yaratgan Allah subhanahu va taolo tirildirdi deb aytganda bor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar alemlerinin parvardigori Allohga xosdir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq mu'min Müslüman qarindoshlarga Allah'ın salamı ve berekatı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz mu'min Müslüman qarindoshlar, adetdagidek bizning har shanba kuni bo'ladigan haftalik yig'inimizga xush kelibsizlar. Basqan qadaminglardan Allah razı olsun. Bugün dersini adetdagidek Qur'oni Karim bilan boshlaymiz. Birodarimiz Ahmedjon Qur'on o'qib beradi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birodarimizdan Allah razı olsun. Hazır Allah'ın güzel isimleri hakkında birodarimiz ders qilib beradi. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah subhanahu ve ta'alaga hamdü sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durud salamlarımızı yollagan eken. Qadirli qarindoshlar, her haftadaki haftalik Esmaullah, Allah'ın güzel isimleri hakkındaki dersimizni kelgan yerden başlaymiz. Allah subhanahu ve ta'aladan bizge öğrengenlerimiz, bilgenlerimiz, Rabbimiz hakkında tuğnuğallarımızga amel kılıdığan şundaq yürek, şundaq iman ata qilishini Allah'tan tüvençilik bilen tileymiz. Qadirli qarindoshlar, bugün Allah'ın güzel isimlerinden biri bo'lgan El-Hayyu degan isim hakkında küçümüz yetkençe to'xtab o'tamiz. El-Hayyu. Bu isim El-Hayyu ismi Kur'an-ı Kerim'de 5 yerda tilg'ilindi. 5 o'rinda ayrım 5 ayette tilg'ilinib o'tadi. Allah subhanahu ve taala Sure Ali İmran'ın 2. ayetinde Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bu yerde bir tilg'ilindi. El hayyul qayyum. O şundaq Allah ki la ilahe illa huvel hayyu. Onundan başka hiçbir ilah yok. O hayattır dedi. Mengü hayat bo'lgan, hayatlık igisi bo'lgan, kamil hayatga ega bo'lgan El-Qayyum bo'lgan ve bütkül mahlukatlarının hammasi, her qandaq mahlukatların dünyada hayat turuşu, özünün şu hususiyetini cari qıldırıp menishi üçün ana şu qayyum bo'lgan zat Allah subhanahu ve taala şu zatning imdadi, şu zatning yordami bilan, şu Allah'ning yordami bilan qaim bo'lib tura olamiz. Har qandaq maxluq ham shunday bo'ldi. Bu El-Hayyul Qayyum bu yerda birinchisi qilgan bo'lsa, yana Sura Tahaning 111. oyatida "Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma." Mengu tirik bo'lgan El-Hayyul Qayyum bo'lgan bu zatqa butkul maxluqatlar, barliq, yani el-vujuh, barliq maxluqatlarning hammasi qandaq bo'ldi desa, taslim bo'ldi. Uning oldida tiz cho'kdi, uning oldida taslim bo'lib,
Baş əgdi deyin yapamdı. Bu Allah subhanahu wa ta'alaga tirik bo'lgan, mengu tirik bo'lgan Allah subhanahu wa ta'alaga hammasi taslim bo'ldi, baş əgdi. Wa qad khaba man hamala zulma. Haqiqatan o'ziga zulm qilgan, zulmni ko'targan, ya'ni zulm qilib saqan kishi nima qilgan bo'ldi? O'zi haqiqatan ziyon tatgan bo'ldi bu inson dedi. Ziyon uchrab ketdi bu inson dedi. Ha? Allah shuning uchun hadisi qudusida va izzati va jalali, izzatim va jalalim bilan qasamki la yujavizuni bugan ashu qiyomat kuni Allah subhanahu taala deydi ekanki, bugan hech bir zolimning zulmi mendan o'tib ketolmaydi. Ya'ni mendan qochib qutulmaydi bugan. Hammasining jazosini tegishlik beraman deb Allah subhanahu taala hadisi qudusida shuna degan. Hattoki inson bilan inson emas, hatto bir munguzlik qo'shqan munguzsiz bir qo'yni qo'shqani agar usib etgan bo'lsa, buni ortiq zulm qilib, shuning ham qisosini berdi Allah subhanahu taala. Yana Allah subhanahu taala sura Furqonning 58-oyatida va tawakkal alal hayyillazî la yamut ve sabbih bihamdihi. Al-hayy ismi bu oyatda ham tilg'angan sura Furqonda. Yani mengu ölmeydigan, hiç ölmeydigan, tirik bo'lgan zat Allah subhanahu wa ta'alaga tevekkül qilgin ve onunla hamdu sana aytish bilan qanday qilgan? Rabbinga tasbih aytgan deydi bu oyatda. Bu yerda al-hayy tilg'anindi. Bu yerda shunda bir misol keltirib o'tish nihoyatda o'rnida bo'ldi deb qarayman. Bu masalan bir odam o'zining yurtida nihoyatda bek qaytmasi bo'lmaydigan, ammo yurtidan tutish buyruqi chiqarilgan, nihoyatda jiddiy izlayotgan, buni da u tutib olsa, mangulik zot umrvoyat ki eng yirik bo'lsa umrvoyat turmaga hukm qilinadigan bir odam ekanda bu. Qaytmas bo'lmaydigan shu amal qilib bir kishidan izlab yurib, davlat yuqori o'rni va martabasi va birisini keltirib, uning shu vosita bo'lib berish uchun hamda tutmaslik uchun sen shu o'tirimni vosita bergan deb uning kepillik qilib, uning deyishib necha zat ig'izga patmaydigan darajada pulga deyishib, shu pulni to'lab, uning kendidan kirgan kuni shu ishlarni bitirib kirgan kuni o'tirdi, vosita bo'lgan kishi o'ldi ekan hamda. O'lgandan keyin uning kirishi u ham tutilib, o'tirmaga, o yana bir o'tirdi, nurg'un pulni olib bo'lgan kishining bo'ldi desa, tavhidga tushib qabriga mangan. Bu yerda nimani ko'rsa, inson kimga tevekkül qildi? O'ladigan bir kishiga tevekkül qilib sayliqliq. O'ladigan bir kishiga, o'ziga o'xshash bir insonga mayli uning martabasi nim bo'lsa-bo'lsin, o'ladigan bir kishini o'ttirida buningga ishinib qaliqliq, buningga eng umidini buningga bog'lab qaliqliq va nurg'un pul xashlaklab buningga hamma narsani vayron bo'liqliq. İnsan qanday qilish kerak? Alloh degandek va tawakkal alal hayyillazi la yamut. Har qanday ishimizda tirikka emas, o'zimizga o'xshash o'ladiganlarga emas, menga o'lmaydigan Allah subhanahu va taolaga tavakkul qilish kerak. Rabbimiz buningga buyurdi. Mushuningga bog'langan vaqtida inson hech bir zaman qanday qilsa, o'zi ishongan Turklar va hayol kırıklığı deydi, bir nima qilib. Shunda ishinib ketgan bir narsaga dal aksi chiqib qolgan ekan qanday bo'lsa, inson o'ziga mana qo'yib butun qilgan narsalarning hammasi nima ish qilmanda qilgan nima deb ig'ir bir hasrat qoldigan gap inson birisiga ishinib ketsa. Ammo Alloh subhanahu va taolaga bog'langan vaqtimizda, Rabbimizga ham tavakkul qilgan vaqtimizda, u hech qachon bandasini qanday qildi? Hasratda qo'ymaydi. Yolg'iz yerda qo'ymaydi bandasini. Va tawakkal alal hayyillazi la yamut. Yana Sura G'afirda huval hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahud-din. Bu yerda ham u shundoq Allohki, u mangu tirik bo'lgan, uningdan boshqa hech iloh bo'lmagan zot Allah subhanahu va taala, uningga dinni butunlay uningga xolis qilgan holatda shu Allohga duo qilinglar, shu Allohni chaqiringlar, shu Allohga ibodat qilinglar degan mazmundagi bu oyatda ham Allah subhanahu taolaning al-hayyu ismi tilg'alindi. Yana hammamizga ma'lum bo'lgan, har namozimizda o'qiydigan namozimizning keynidan Ayatul Kursi deb mashhur bo'lgan Sura Baqaradagi kelgan oyat, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun va la nawm ila oxiril oyat. Mushu oyatning oxirigacha bo'lgan bu Ayatul Kursi deb mashhur tilimizda bu shakl tilg'angan bu Sura Baqaraning 255-oyati bo'lib, faqat bir oyat shu 255-oyat uzun bo'lgan bilan bu yerda ham Allohning al-hayyu degan ismi bu yerda tilg'alindi. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning hadisida kimiki bu Ayatul Kursini har kuni oqshomasi uxlaydigan vaqtida uxlashdan burun mushu
Ayatul Kursini o'qisa, onunğa şu keçiçe qandaq bo'lsa, bir Allah tarafidan bo'lgan bir hafiz, bir qo'g'dug'uchi davomli shuning yendi bo'ladi va onunğa şeytan yaqin kelamaydi degan hadis va Buxoriy va Sunanun Nasaiyda tilg'ilingan hadis, sahih hadisda. Shuning uchun bu ammizga mashhur bo'lgan buningki uning keyinda shu al-hayni tushundirgan la ta'khuzuhu sinatu va la nawm dedi. Nimaning keyindalar bu shundoq tirik Allohki onunğa hiç mügüdeş ve uyku degan narsaga yaqin kelmaydi Allah subhanahu taala. Mükemmel hayatlıkning, yani hayatlık degan bu sözninki, tiriklik degan bu sözning en mükemmel süfti Allah subhanahu taolada mujassamlangan. Allohdan namoyon bo'liqliq. Hiç qachon bir mügdeb qilish, uyqu degan narsaga yaqin kelmaydi unga. O'limga bu yoqdasin. Hayatlıqning neresideki? Bu şu kadar bu ayetninki mazmuniga tushadigan bo'lsak hamda Allah subhanahu va lahu ma fis semawati va ma fil ard. O Allah'ın asmanlardaki ve zimindeki hamma narsa Allah subhanahu va taolanindir degan. Men zellezi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Bu yerda bu devitishimdagi sabab nimasi? Har kuni o'zimiz o'qib menayotgan balki ko'pinchilarimiz uning ma'nosini bilmay şu yada şekilde okuyatkan buluşumuz mümkün. Bunu bir malumat şekilde, bir kısa şekilde ötüp gideyim. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi iznihi dedi. O Allah dergahida Allah izin bergen kişiden başka hiç kim şefaat kılamaydı. Kim şefaat kılalaydı Allah dergahida dedi Allah subhanahu taala. Hatta peygamber mi şefaat kılamaydı Allah izin vermese. Şunun için meşhur hadis hemmizge malum. Kıyamet günü şu günün dehşetinden insanlar özünün dadısı Adem Aleyhisselam'ın qışık yıldı başladı. Bizge şana olsun bizge şefaat kıldı. Yok ben şefaat kılamayım dedi. Aşında silsile Nuh Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan kaçarak girip, İsa Aleyhisselam'dan kaçarak girip, en ahırda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kaçağı barımızımdı. Şu yada bağan dekin, ana lahadeb Resulullah, şu yada men şununla tayyadeb, Allah subhanahu ve ta'ala'a şu yada şundak bir secde kılıdı ki, Allah şunu hitap kılıp, sen beşanını kötüyken, nime sorarsan şunu bermen deb, Allah bir digen dekin, şefaat kıldığanlığı doğruluk, Əmizge məlum köp anlap kelgan hadis isimizde ba. Ya'lemu ma bayna aydihim ve ma khalfahum. Allah subhanahu ve taala kelgüsümüzü bulduğan ma bayna aydihim, yani aldığımızda kildiğan işlerini, bendelerinin, bütün insanların, dünyanın akıbeti, aldığımızda kelgüsü, müstakbalde neyim bulduğanlıqını Allah subhanahu taala mükemmel şekilde biliyor. Ve ütüp ketken işlerinin, bütün tarihteki ütüp ketken nimeler buldu. Hemen Allah subhanahu taala bilip durduğun mükemmel ilim ilgisi bulan Allah subhanahu ta'aladır. Ve insanlar Allah'ın ilmidin, Allah halıgandan başka hiçbir nersini, bir şey çağlık nersini, kılçılık, zerli çağlık nersini ihata kılışı mümkün emez dedi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ. Allah'ın ilmidin şey çağlık, yani zerli çağlık neresine korşayamaydı insanlar. Fakat Allah halıgandan başka dedi. Biz Rabbimiz hakkında hem demiş kılımız, fakat Rabbimiz bizge malumat bergen, Rabbimiz bizge özünü qandaq tunuşturgan bolsa şu şekilde bilaleymiz emdi. Allah'ın kursi asmanlarını ve ziminini tamamen öz içine algan şekilde dur. Ve la yauduhu hifzuhuma. Allah asman ve ziminni ve onun içindeki barlık mahlukatlarını qoğdaş Allah'a hiç iğir kep qalmaydı dedi. Hiç iğir kep qalmaydı. Şunda asan Allah subhanahu ta'ala'a. O alidir, büyük, naiti, uluğdur degan bu davamlı o'qib kelayotgan bu oyatning ma'nosi qisqacha bu. Hamda Allah subhanahu va taolaning Al-Hayy ismining ma'nolariga kirayli. Texinbek biraz tushunish uchun. O shundoq Allohki, uning hayotlik sifati, Allah subhanahu va taolaning hayot ekanlik sifati uningga hech qanday bir shaklda xiyolimizin hiçbir zaman keçirmesligimiz gerek ki her qandaq bir şekilde onunğa nuqsanlık, birer kemtüşlük yetip qaldığan, ta'sir etdiğan, onunğa ta'sir ko'rsatgan şekilde emas. Yuqorida deganimizdek Ayatul Kursi'ni o'tgandek la ta'khuzuhu sinatu va la nawm degandek en mükemmel şekilde hayatlık egisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiç qandaq mügüdeş, uyqushaqliq narsasiga yaqin kelmaydi. Allah subhanahu wa ta'alaninki hayatlık sifati mahlukatlarınki, yani zati, Allah'ın zatideki babir sübet, hayat, mengü hayatlığı. Mahlukatlarının del aksice, bütkül mahlukatlar qarab bakayla, mahlukatlardaki hayatlık, tiriklikimiz bizninki,
u mahluqatda azaliy bir sifat emas, balki shu mahluqatga Allah subhanahu va taolaning fazlidan berilgan bir sifat. Ayrım berilgan bir sifat. Ayrılgan hamon hech bir narsaga arzimaydigan bir uylikka aylandi. Har qanday narsa, hech bir narsaga arzimas bir narsaga aylanamiz. Allah'ın fazlidan bergan mahluqatlarning dal aksicha hamda Allah subhanahu va taolaninki hayotlik sifati mengu Allohda davomli mavjud bo'lgan zati bo'lgan bir sifat. Mahluqatlarning dal aksicha mahluqatlar bo'lsa Allohning shu atasi, Allohning uningga davomli shu hayat turg'uzish, hayotlikni ato qilishdan iborat bu ne'mati bilan yashay olamiz. Şu minut, sekund üzülgen haman derhal üçümüzden, derhal ölümüz, ölükke aylanımız böyle. Dünyada meyle qanchalik o'rnimiz bo'lib ketsin, dünyada har qanday dunyoni titrib turgan inson bo'lib ketayli, sekundning ichida Allah şu xoligan minutning ichida şu haman bir ölükke aylanamiz. Mesela chiroq, ben bekçir bu zalni ajoyib yuritib etdim, nayt validib bek yuritib etdim desa bu chiroq deymiz ki bu seningdeki bu kevatgan bu yo'ruq sening xususiyating emas u. Sana kevatgan narsa elektrik nimadan sim, kahraba, tokning xususiyati bilan tok bergan bilan yurvatsan bu yerda. Knopkani basgan hamon sen birdan saqlab turmasa shu hamon o'chsa. Inson shunga o'xshash narsa. Üzülgen hamon Allohning imdodi, Allohningki bizni ulab turishidan iborat bu narsa. Üzülgen hamon insondan üzülgen hamon va barliq mahluqotlardan üzülgen hamon shu hamon o'lik. Shu hamon hech kimga arzimas bir mahluq aylanmasam. Bu sifat. Yani şundaqla al-hayyuning ma'nolaridan birisi Allah subhanahu va taolo bütün dünyadaki barliq hayotlik narsiga hayotlik ato qilguvchi degan ma'nosi va shundaqla jannat egalariga, jannatga kirgan jannat ahliga qanday qilsa, shu mengu hech tugamaydigan, oxirlashmaydigan, abadil abad bo'lgan, hech o'lim bo'lmagan, yo'qolish bo'lmagan shu mengulik hayotda abadil abad shuningga hayotlik ato qiluvchi shularga shundaq bir katta bir hayotlikni ato qiluvchi degan ma'nolar bor. Qadrli qarindoshlar, bu hayotlik ato qilish Allah subhanahu va taolaning qudrati, Allohning oyatlaridan bo'lgan, balki Allohning qudratini ko'rsatilgan eng komil, eng mukammal oyatlardan bo'lgan bir oyat bu. O'ylab boqaylik, oldimizda bir jonsiz toshni qo'yib turib, hech qanday bir narsaga arzimaydigan bir parcha tosh yoki bir quram tosh bilan nafas elayotgan, so'zlayotgan, harakatlanayotgan bir jonliq bir ikki narsani, mayli o inson bo'lsin, jonliq narsaning ichidagi eng sharafli maxluq biz insonlarga va uningdan boshqa hayvonlar bo'lsin masalan, shu jonsiz bir narsaning ikkisining o'rtasida farqni ikkisini selishtirib boqaylik. Qanchalik zo'r farq bor ikkisining o'rtasida. Hayot narsa bilan o'lik narsaning o'rtasida qanchalik zo'r farq bor. Bu Allah subhanahu va taolaning qudratini ko'rsatgan ajoyib cho'ng nima desam, dalil hamda bizga ko'rsatib turayotgan, har kunimiz biz o'zimiz yashab turayotgan narsa hamda. Allah subhanahu va taolo shundoq bu hayotlik bilan hayotlikni ato qilish, biz o'zimiz mushuning ichida yashab turamiz, atrofimizdagi barliq mahluqotlarni ko'rib turamiz. Allah bu hayotlikni ato qilish qudrati bilan buni butun insoniyatga jang e'lon qilib turib, o'zining kitobida butun insoniyatga jang e'lon qilibdi. Deyikki, buni o'lgandan keyin tirilish yo'q, qayta hayotlikka kelib uning hisob so'roq yo'q, oxirat yo'q deydigan bularga ve barliq inkar qilguvchilarga jang e'lon qilib insoniyatga nima degan desa, shu suriyasida va daraba lana masalan va nasiya xalqa qala man yuhyil izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Shunda e'lon qiliqliq. Shundaq bir bu jahil shunda bizga shunda misol keltirib ketdi dedi. Bu oyatning sababi nuzulda mushriklarning birisi shu chirib ketgan bir ustixonni, noatni chirib ketgan o'zi ustixonni qo'liga elib, qo'ldimida mejisi chirib ketganligidan, qattiq chirib ketganligidan shu o'lib kuldek mejilib ketgan ustixonni ko'rsatib turib, bu ustixonni mushunda chirib ketgan ustixonni kim tirildirdi deb shunda deganda, shu degan vaqtda nozil bo'lgan oyat deydi, buning sababi nuzulda
Allah bu yerda misol qilib deyotdiki, bizga shundan misol keltirdi deydi. Bizga shundan misol keltirib, o'zining yaratilishini unutgan holatda, o'zining ilgari qandoq yaratilgan va nasiya xalqa, o'zining qandoq yaratilganligini unutgan holatda bizga shundan misol keltirib, bu chirib ketgan ustixonni kim tirildirdi deb shunday deydi bizga deb shuni. Alloh deyotdi buni. Aytqinki, uni tunji qatim, birinchi qatim yo'qlikdan bar qilgan, yo'qlikdan insho qilgan, maydonga olib kelgan, yaratgan Alloh subhanahu va taolo tirildirdi deb aytgan deyotdi. Ha? Ve huve bi kulli halqin alim. O barliq mahluqatlarni bilguchidir, hammasini bilib turguchidir. O'ylab baqaylar qadrli qarindoshlar. Bu oyatda asli shu bu chirib ketgan ustixonni kim tirildirdi degan bu mahluqninki o'lgandan keyin tirilishga ishonmaydigan, buningga shubhi qilgan mahluqqa asli javob sifatida Allohning va nasiya xalqahu degan so'zning o'zi yetarli edi. O'zining yaratilishini unutgan holatda bizga bu misolni beryapti degan so'zning o'zi va nasiya xalqi o'zining birinchi qatam o insonga sen qandoq yaratilganliging degan narsani aslitishi, sen yo'q eding bu dunyoda. Deb shu narsani Allohning aslitishining o'zi uningga yetarlikdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo uni texmbak tafsilatlashtirib berdim deydi-sa, oyatning oxirigacha davomlashtirdi dedi. Chunki aql mantiqi bo'yicha Alloh subhanahu va taologa nisbatan birinchi qatim yo'qlikdan bar qilish bilan ikkinchi qatim yaratilib bo'lgan narsani tirildirish Allohga nisbatan hech bir ikkisining o'rtasida farq yo'q. Bizga nisbatan Allohga nisbatan farq yo'q. Ammo insoniy mantiqqa nisbatan bu yerda bu mantiq nima Alloh subhanahu va taolo insonlarni texnik tushunish uchun bu qilganda o'ylab boqaylikki, bir insonning bir narsani yasab bo'lib, yo'q bir narsani ijod qilib bo'lib, uni buzib o'tib qaytadan yasash osonroqmi? Yoki hiç yo'q yerdan yangidan bir narsani maydonga keltirish bakrak, qaysi bakrak oson? Albatta ikkinchi qatim maydonga keltirish texnik oson. Allah subhanahu wa taolo birinchi qatimdan aslatishning o'zi qaysi bu yerda? Sen yo'q eding bu dunyoda. Seni ashundan yaratgan zot Alloh subhanahu wa taolo tirildirdi deb yerda oyatning oxirida texnik echib berishlik, texnik insonni tushunish, aqlini ishlatishga qanday qildisa, unda bu yerda Alloh eng boshdagi nimasini aslatishgan Alloh subhanahu wa taolo bu oyatda. Yana boshqa oyatda kama bada'na awwala xalqin nu'iduhu wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Xuddi tunji maxluqni qanday boshlagan bo'lsak, biz shuni qanday yaratgan bo'lsak, biz yana shunda qaytiramiz insonlarni o'lgandan keyin, qaytiramiz. Demak, qadrli qarindoshlar, Allohga nisbatan har qanday bir maxluqni yaratmoqchi bo'lsa, uningga faqat vujudga kel deydi va u vujudga keladi. Lekin bu yuqoridagi oyatda butun insoniyatga bir hujjat, dalil bo'lsin uchun Alloh subhanahu va taolo nihoyatda go'zal shaklda buni texnik ichib bayon qilib bergan. Demak, qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo ana shundaq o'zining butkul shu qudrati, hayotlik ato qilish qudrati bilan barliq mahluqotlarga hayot ato qildi. Biz abay yuqorida dedik, bu üzülgen hamon derhal biz hiç narsaga arzimaydigan bir narsaga aylanib qolamiz deb. Hayotda shuning uchun bu yerdagi al-hayy ismi, al-hayy Rabbini tunigan banda, tunigan mu'min qanday bo'lishi kerak ekan, hayotda qanday yashashi kerak degan nuqtaga kelsak, bir insonniki bizning nafas elib turishimiz, normal insonlardek og'rib qolmay mengishimiz, sağ salamet yürüyüşümüzün özü, tirik insanların otursun menip yürüyüşümüzün özü bizden tiriklikimizge dalalet emez, hayatlıkımız dalalet emez asli. İnsanların için nurgun şu hayat mahlukatlarının için menip yürüyen eminetli ülük insanlar var. O kandak insanlar dese Rabbiden üzülüp kalan insanlar. Perverdigarını tanıyamayan insanlar. O hayat yürüyen bile o ülükten hiçbir fark yok o insanınki. Hiçbir fark yok onunki. Hakiki hayatlık kalbinin hayatlığı. Kalbinin hayat buluşu, Rabbiga bağlılık buluşu, her bir nişani, her bir işi o insanın nişani Rabbi Allah subhanahu ve taala buluşu, bu ne dese hakiki el-hayy Rabbini tunugan ve bu Rabbiga bağlanan insan buldu. Ama bunun üzülgen haman, şunun için şair şu kadar güzel etkan ki, leysa men mate ve istiraha bimeyyiti, velakinnel meyyite meytul ahya. Deb şuna degan ekan. Yani ölüp, Xudayam G'amantab ketib, aramni ölüp ketgan kishi o'lik, haqiqiy o'lik emas u aslida. Haqiqiy o'lik degan, rasmiy o'lgan inson kim o desa, u
tiriklarning o'lishidir dedi. Tirik turib o'lgan insonlardir dedi. Rabbidan üzülüp qalgan, nishoni dunyoli bo'lgan, mol dunyoli bo'lgan kishi bu haqiqiy o'lik inson bu asl dedi. O'ylab baqayli, Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning iznisiz abaydidik, sikunut imdadini üzgen haman bir biz o'likka aylanamiz deb. Şu Rabbimiz üçün, şunun üçün Allah subhanahu wa ta'ala bizge şu imdadını, şu özünün küçünü, özünün kudretini şunda ata qilib bizni yaşatıvatqan ekan, biz şu Rabbimizge layık yaşayışımız gerek. Bo'lmasa hiçbir arzimas narsa biz. Dunyodan hamon bir kuni ketimiz. Mayli dunyoda qandoq yashayli chuqum ketimiz. Ha? Wal-laylu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal umru mahma tala fala budda min dukhulil qabri. Ha? Kechi qanchalik uzun bo'lsa-mu, chuqum tang atıdı. Ömür qanchalik uzun bo'lib ketsin, chuqum qabriga kirishdan iborat narsa bor. Insonning eng hayotligimizdagi eng muhim nuqta bo'lgan shu qabrga hayot, haqiqiy hayot inson nima desa, shu qabrda shu o'lim kuniga, o'lim sukunatiga, o'limiga Rabbimiz har sukunat, har minutda Alloh jinimizni heli ele o'tishi mumkin, heli tugishimiz mumkin. Balki uyimizga berib qo'yish qanchalarimiz o'lib ketishimiz mumkin, ayatini ko'rolmasligimiz mumkin. Allohning ilikidagi ish herkes saqlab o'ltirmaydi. Ana şu sükunat, şu ölüm sükunatiga tayyorlik qilib yaşayadigan insan haqiqiy hayot insoni. Ammo dal aksi bo'lib qolsak shu deganda biz har qancha dunyoni titirtib etgan bilanmi hech bir narsaga arzimas, Allohning dargohida arzimas bir maxluqlardan bo'lib qolamiz qadrli qarindoshlar. Shuning uchun o'zimizni davomli holatda shu mangu tirik bo'lgan ana shu Rabbimizni rozi qilish, shu Rabbimizning roziligiga erishish, şunun rahmetiga erishish, şu razı bulduğan bendilerden bulalaş üçün hareket qilish, bu biz üçün qilishga tegishli eng muhim nokta var. Rabbimizning ismlerini bu şekilde tushungan bo'lamiz agarda bu shuni amiliyatga aylantirib ma'nolasak, Allah subhanahu va taala bizni ana shu ismlerini to'liq tushunib va shunga amal qilib ma'nolagan, amal qiladigan shu mu'min bendilerden qilishini Allohdan tovanchilik bilan tilaymiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Candan Allah razı olsun. Allah Teala'nın hemişe hayat hiç kaçan ölmeydi degen hayyun sıfatı, yani her daim hayat degen sıfatı hakkında bizge tafsili malumatlarını verdi. Biz bundan ancha ilimge ega bulduk. Yana bunga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisolamning hadisida ham Allohni zikr qiladigan inson bilan zikr qilmaydigan insonni hayot inson bilan o'lik insonga o'xshatgan. Hayoti dunyoda u inson bo'lib dunyoga kelgani bilan o'zining Rabbisini tanimasdan bu dunyodan o'tib ketadigan bo'lsa, u insonning o'lik insondan hech qanday farqi yo'q. Va qiyomatda ham ba'zi bir xil insonlarni Alloh taolo qoriga holatda teriltiradi ekan. Ey Rabbim, men hayoti dunyoda hamma narsani ko'ratdim. Acaba meni bugun qoriga holatda teriltirib qo'yibsan deb savol qilgan chog'da Alloh taolo aytadi ekanki, sen hayoti dunyoda bizni unutganliging uchun biz ham bugungi kunda seni unutdik deb javob beradi ekan. Yana mana shu hayoti dunyoga kelib Alloh taolani tanimasdan, Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindamasdan behuda kayf safa bilan o'tib ketadigan bo'lsak, oxiratda ham Alloh taolo esidan chiqarib qo'yadi ekan. Ya'ni esidan chiqarib qo'yadi ekan degani Alloh taolo uni o'z holi qo'yib qo'ydi emas, eng ashaddiy azob bilan jazolaydi degani. Ya'ni undaq inson Allohning marhamatiga, rahmatiga erisha olmaydi. Shuning uchun mana bu hayoti dunyoda biz solih amallarni qilishga buyurilganmiz. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha solih amallarni qilishimiz kerak. Bu haqda Qur'oni Karimda nihoyatda ko'p oyatlar bor. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha val tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar dedi. Yani ertegelikka keladigan kun uchun nima taqdim qilganliginglarga qaranglar dedi. İnsan men kelajagim uchun nima hozirladim, qandaq bir amallarni qilaladim deb shuning uchun shuning g'amida yashash kerak insonlar deydi. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar,
Vallahu habirun bima ta'malun dedi. Allah sizlarning qilayotgan barliq qilmishinglardan xabardardir dedi. Shuning uchun mana bu hayoti dunyoni nihoyatimiz g'animat bo'lishimiz va oxiratligimiz uchun tayyorgarlik qilishimiz lozim ekan. Val axiratu xayrun laka minal ula dedi. Ahiret hayatı sizge mana bu dünya hayatıdan afzaldir dedi. Dünya hayatıga mas bo'lib ketib, ahiretlikimizni unutib qo'yadigan bo'lsak, bu bizning tugashganligimiz bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni ahiretligi uchun, amal qiladigan, ahiretligi uchun, g'am yeydigan, ahiretligi uchun qayg'uradigan insonlar toifasidan qilsin. Mana bu dunyoga berilib ketib, Peygamber Aleyhisselam hadisinde ettikken ki, ben ümmetimden gelecekte yana müşrik, dinden çıkıp geçişiden hiç korkmayman dedi. Ama benim korkadığım dünyaya berilip geçişiden korkamam dedi. Dünyaya berilip ketkendan keyin insan hani şu ahiretliğe hem ziyan yetkizip koyadikken, noksan yetkizip koyadikken. Şunun için biz çıraylık Peygamber Aleyhisselam nihayetimi çıraylık dualarını örgetti. Allah Teala bu duanı hem Kur'an-ı Kerim'de bayan kıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ey Rabbimiz bizge dünyada hem yaxşılıkını bergin, ahirette hem yaxşılıkını bergin. Yani dünyalıkımızı tabımızda ahiretlikimizni yo'qotib qo'ysak bo'lmaydi. Her ikkilisini so'rashni Allah Teala o'rgatdi bizga. Shuning uchun Alloh taologa o'tinib yolvoramiz, ey Rabbimiz bizni dunyoligimizni ham, oxiratligimizni ham bergin va oxirgi nafasida kalima-i shahodatni keltirib ketadigan mu'min muttaqi bandalardan qilishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Alloh taolo hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Hammamizning qilayotgan toat ibodatlarini مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.